Prezident Shavkat Mirziyoyev 7-iyun kuni Almirkab Kapital kompaniyasi boshqaruvi raisi Hamad bin Jassim Olsoniy va BlackRock investitsiya kompaniyasi katta boshqaruvchi direktori Adabaye Ogunlesidan iborat xorijiy investorlar delegatsiyasini qabul qildi. Xabarda aytilishicha, davlat xususiy sheriklikda yirik infratuzilma va sanoat loyihalarini amalga oshirish, jumladan gaz va elektr tarmoqlari, suv ta'minoti tizimini modernizatsiya qilish kabi masalalar ko'rib chiqilgan. BlackRock Amerikaning dunyodagi eng yirik xalqaro investitsiya kompaniyalaridan biri hisoblanadi. U taxminan 10,5 trillion AQSh dollari miqdoridagi aktivlarni boshqaradi. Qatarning Almirkab Kapital kompaniyasi esa AQSh, Yevropa va Yaqin Sharqda Four Seasons, The Ritz, Carlton va boshqa brendlardagi 20 ta yirik mehmonxona egasidir. Kompaniya aktivlari qiymati 8 milliard dollardan ziyodni tashkil etadi. Ma'lumki, AQSh prezidenti Trump 14-may kuni Qatar bilan 1 trillion 200 milliard dollarlik shartnoma imzoladi. Qatar bosh vaziri Al-Tani so'nggi 10 yil ichida Qatar terrorizmga qarshi kurash, Afg'onistondan evakuatsiya qilish kabi muhim vaziyatlarda AQShni doimo qo'llab-quvvatlagan. Qatar doimo AQShga yordam berishga va qo'llab-quvvatlashga intiladi. Chunki biz bu do'stlik ikkala mamlakat uchun ham o'zaro manfaatli bo'lishi kerak deb hisoblaymiz, dedi. Demak, Almirkab Kapital ham BlackRock kabi Amerika manfaatlariga xizmat qiluvchi kompaniya bo'lib, bu kabi kompaniyalar Amerikaning mustamlaka qilish quroli sifatida O'zbekiston xalqining manfaatlarini emas, balki faqat o'z manfaatlarini ko'zlab hamkorlik qiladi. BlackRock rahbari Larry Fink biz hukumatlar bilan Amerika manfaatlarini himoya qilish uchun hamkorlik qilamiz degan edi. O'zbek rejimi esa Amerika talon-taroj qilish maqsadida ulkan tabiiy boyliklarimizga kirib kelishini bizga yordam bermoqchi deya xalqni aldamoqda. Toki xalifalik tiklanmas ekan, boyliklarimiz G'azo ahlini bombalayotgan yahudiy vujudining otasi bo'lmish Amerika kabi kofir davlatlar qo'liga o'taveradi.